Qon kasalliklari haqida bilasizlarmi? Bu dunyodagi eng xavfli kasallik hisoblanadi. Ya'ni bu kasalliklarni kelib chiqish sabablari bu irsiy bo'lishi mumkin. Avloddan avlodga o'tish yoki bo'lmasam hayoti davomida, ayniqsa hozir yosh bolalarda juda ham ko'payib ketdi qon kasalliklari. Buni yagona sababi him dorilarni ko'p qabul qilish oqibatida kelib chiqadigan kasalliklar. Xo'p, buni alomatlari bu kasalliklarda yosh bolalarda tanalarida besabab ko'karishlarni, sarg'ayishlarni paydo bo'lishi, ertalablari masalan tish yuvganda har zamonda milkni qonashi, sal qonashi, burunni qonashi, issiqda qonashi yoki bo'lmasa shokolad, konfet, shakarlar yeb qo'yganda qonashi. Mana bu alomatlar yosh bolalarda va kattalarda ham birinchi alomatlari hisoblanadi va bolalarda dangasalik, bitta gap kam, ikkita ko'pligi, asabiylik va yotoqchilikni ko'p bo'lishi va shu paytda onalarimiz, otalarimiz nimaga sen faqat yotoqlisan yoki bo'lmasam nimaga sen ish qilmaysan, yordam bermaysan degan savollar bilan ko'p murojaat qilishadi. Lekin shu paytda iltimos qilardimki, o'sha bolani kelib yoqqa seni nima bezovta qilyapti? Masalan, badallarida shu ko'karishlar bormi, yo'qmi ko'ringlar bolalarni va ertalablari tish yuvganda sal qonashlar bormi, yo'qmi ko'ringlar. Burning qonab qolmadimi issiq? Shu kabi so'zlar bo'lishi kerak. Bizda eskitdan bir gap yuradiki, o'sha sal ko'karib qolsa har bir joyga urib olgandir yoki bo'lmasa vodiy taraflarda momo chimchilab ketgan bo'lsa kerak degan so'zlarni ham ko'p eshitamiz. Biz shunaqa deb o'yladik deb aytishadi. O'shalardan kelib chiqib gapiryapman. Burun qonagan paytlarda issiqda yurgansanda, shuning uchun qonab ketgan yoki mana bu shokolad, konfet yeganingni sababi qonab ketgan degan so'zlar bilan bu kasalliklar o'tib ketyapti. Eng achinarlisi, masalan, birinchi trombositopeniya, trombositopatiya, itib purpur kasalliklar va bir nechta kasalliklardan tashqari baravariga oq qon kasalligida bilib qolishyapti. Shu darajada o'tib ketgan. Oq qon kasalliklari birdan oq qon kasallikka odam kelib qolmaydi. Etap keladi. Demak, mana shu etap bittalarni o'ziga bee'tiborligi va yoshlarni, yosh bolachalarni, ota-onalarini bee'tiborligi sababli shuncha etapdan o'tib oq qon kasalligiga o'tib qolgandan keyin bilishyapti. Bu juda ham achinarli holat. Shuning uchun men taklif qilardimki, hech bo'lmasam bir yilda bir marta shu общий analiz kravi trombositov o'tdi. Ba'zi laboratoriyalarda 21 xil, 20 xil, 22 xilga tekshiriladi. Bu unaqa qimmat analiz emas. Mana shunga tekshirtirib turishinglarni men tavsiya qilardim. Agar shunday alomatlar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, ko'ngil to'q bo'ladi, ham mana bu analizda hammasi bilinadi. Agar trombosit ko'rsatkichlari 180 dan kam bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz va bu kasallik bo'yicha kurashish bo'yicha biz sizlarga yordam beramiz. Yana bitta narsani aytib o'taman, ba'zi bemorlarda u yosh bo'ladimi, katta bo'ladimi